Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Kanada parlamentida Kanada Avam palatasi, Kanada Tashqi ishlar va xalqaro taraqqiyot komitetining kishilik huquq yig'inida Xitoyning xalqaroliq chegara halqagan bostirish to'g'risida guvohlik berib, 6 turlik talabni o'ttirib qo'ygan. Zumrat Erkin 20 apreldan boshlab Kanadada elib boradigan faoliyatini boshlagan bo'lib, 20 aprel kuni Kanada parlamentida Kanada Avam palatasi, Kanada Tashqi ishlar va xalqaro taraqqiyot komitetining kishilik huquq yig'inida guvohlik berib, Xitoyning xalqaroliq chegara halqagan bostirish siyosati va davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga elib kelgan. U o'zini Kanadalik bir Uyg'ur faoliyatchi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi deb tanishtirgandan keyin 20 yildan ortiq vaqtdan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyining dunyo miqyosida Uyg'urlarga qartilgan chegara halqagan bostirishning har xil o'rnaklarini, dalil isbotlarini xotirlab kelganligini, chegara halqagan bostirishlarning kishilik huquq qo'g'duvchilar, jurnalistlar, olimlar, tadqiqotchilar va muhojirat xalqining ovozini bostirishni maqsad qilgan va bargan siri kuchayotgan bir hodisa ekanligini ta'kidlagan. Zumrat Erkin guvohlik yig'inida Xitoyning to'rda besim ishiltish, vakolatan majburlash, harakatchanlikni kontrol qilish, Interpol orqali qizil uqtirish chiqarib parakanda qilish, josuslik programmalari, chet eldagilarga tuhmat bilan da'vo echish va qaytarib etish sistemasini qalaymaqon ishiltish qatorliq taktikalarni qo'llanadigan asosli jinoyat ekanligini, eng rayimsiz taktikalarning biri oila a'zolarini go'riga ilish, chet eldagi faoliyatchilarni bostirish uchun tuqqanlarini tutib qilish yoki tahdid silish vositasini ishlatadiganligini o'ttirib qo'ygan. Zumrat Erkin yana yig'in boshqaruvchining siz ba'zi davlatlarni tilga oldingiz, bu davlatlar davlat halqagan bostirish masalasiga intayin jiddiy muomala qilayotgandek qiladi. Sizningcha Kanada doiralari bu masalaga yetarli jiddiy muomala qilamdi degan savoliga men 2006-yili O'zbekistonda tutilib, Kanadaning qarshiligiga qaramay Interpol qizil uqtirishi bilan Xitoy qaytarilgan Kanada fuqarosi Husayn Jalilning delosini alayda tilga olmoqchiman. Aradan 20 yil o'tdi, ammo uning taqdiri noma'lum. Uning delosi bugungi kunda Kanadadagi kishilarga ta'sir ko'rsatayotgan sistemlik bir besimni aks ettirdi degan. Now I would like to invite Madame Zumrat Erkin to take the floor for 5 minutes, please. Mr. Chair, honorable members, thank you for this opportunity. My name is Zumrat Erkin. I'm an Uyghur Canadian activist and Vice President of the World Uyghur Congress, an international organization defending Uyghur rights. For over 20 years, my organization has documented transnational repression targeting Uyghurs globally. Transnational repression is a growing phenomenon aimed at silencing human rights defenders, journalists, academics, and diaspora communities. And according to Freedom House, China is the leading perpetrator, using tactics such as online harassment, coercion by proxy, mobility controls, Interpol red notices, spyware, SLAPP lawsuits, and abuse of extradition systems. One of the most cruel tactics is the family hostage policy, detaining or threatening relatives to silence activists abroad. And I want to highlight the case of Husayn Jalil, a Canadian citizen detained in Uzbekistan in 2006. Zumrat Erkin guvohligida yana mening o'z tajribam shuni ko'rsatdiki, Xitoy hukumati bu taktikalarni hamma yerda qo'llandi. Men 2019-yili sentyabrda Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qatnashgandan buyon oilam va men ko'rinarlik nishonga aylandim. Tuqqanlarim 2017-yili men bilan aloqani uzgan bo'lsa-mu, davomli besimga duch kelyotdi. 2024-yili tag'amning so'roq qilinayotganligiga doir rasmlar bor nomsiz uchurlarni topshirib oldim. Xitoy jasuslari hatto tap tortmasdan Janvadagi BDT binosi va nurg'un davlatlarda mening orqamdan iz qo'g'lab yurdi va ular tarafidan singa ilindim. Torda qarchaplash faoliyatlari, saxta uchurlar va tahdidlarning nishoniga aylandim. 2024-yili xizmatdoshlarim va men Sarayevodagi 8-navbatlik qurultayda o'lim tahdidiga uchradik. Men Kanada fuqarosi bo'lsam-mu, hech yerda o'zimni bexatar his qila olmayman. Bu menga har vaqt Husayn Jalilni eslatadi deganlarni ta'kidlagan. Au Turkestan oriental, au Xinjiang, vous en avez parlé vous-même, vous en êtes un exemple patent. Et là, vous venez nous parler de certains pays qui ont l'air de prendre très sérieusement à bras-le-corps le dossier de la répression transnationale. Est-ce que les autorités canadiennes, selon vous, prennent suffisamment l'enjeu au sérieux?
Merci beaucoup. Je pense que les autorités canadiennes prennent cet enjeu de façon sérieuse parce que sinon on ne serait pas ici. Mais je crois que en fait les mécanismes qui existent en ce moment sont plus pour informer le public, mais aussi pour informer les différentes autorités à l'interne. Et ici, je pense qu'au Parlement, vous faites vraiment, les députés vous font un travail extraordinaire. u yana komissar Mari Josie Hogg chegara halqagan bostirishni haqiqiy ofat deb tasvirlaganligini ta'kidlab, Xitoy Kanadani nishon qilib eng aktiv jinoyatchi deb ko'rsatdi. Ammo Kanadada yanala ziyonkashlik uchirg'uvchilarning chegara halqagan bostirishni doklad qilish yoki qo'llashga erishish uchun aniq mexanizmi yo'q. Nurg'un delolar davlat bexatarlik o'lchamiga yetmaganlik uchun rad qilindi. Buning bilan ziyonkashlik uchirg'uvchilar qo'g'din olmaydi va texmi ig'ir ro'yi besimga uchraydi deganlarni ta'kidlab, tovanki tadbirlarni qo'llanishga chaqirgan. Birinchi, chet el ta'siri oshkorlik komissarining vazifasini kengaytirib, muhojiratdagi jamiyatlarga qartilgan davlat halqagan bostirishni aniq hal qilish. Ikkinchi, davlat halqagan bostirishning aniqlamasini bekitish, qonun chiqarish va alayda tadbirlarni tuzish, chet el hukumatlari nomidan harakat qilayotganlarning javobgarligini surishtirish. Uchinchi, ziyonkashlik uchirg'uvchilarning qo'rqmay o'ttirg'i chiqish uchun davlat bexatarlik organlaridan ayrim bexatar, ishonchlik va qolaylik doklad qilish mexanizmini qurish. To'rtinchi, qonun ijro qilish organlari va siyosat belgilovchilarni davlat halqagan bostirishni tonish va uningga javob qaytarishga tarbiyalash va tekshirish iqtidorini kuchaytirish. Beshinchi, ta'sirga uchirgan shaxslarni texmi yaxshi qo'g'dash uchun federatsiya, o'lka va shahar darajalik moslashishni yaxshilash. Oltinchi, xalqaro hamkorlashuvchilar bilan moslashib, jinoyatchilarni javobgarlikka tortish uchun qonuniy va diplomatik qurollarni taraqqiy qildirish. Ta'sirga uchirgan jamiyatlar bilan uzun muddatlik, ishonchga asoslangan aloqani qurib chiqib, nazorat kuchirgan, tahdid kuchirgan va besimga uchirgan kanadalik Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarning ularning besimi ostida qolmasligiga kapolatlik qilish. Navbatda Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh shtabida 26 navbatlik yerli xalqlar munbiri ichilayotgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi, Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Isa taklif bilan bu munbarga qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ilib kelish uchun bir yurish lobby faoliyatlari ilib borgan. Dolqin Isa apandini Xitoy taraf 2017-yilmi mazkur yig'indan atalmish Şinjan'da yerli xalqlar yo'q, Dunyo Uyg'ur qurultayi bölginchi tashkilot, Dolqin Isa bo'lsa bir bölginchi deb Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga besim qilib yig'in maydonidan chiqarib etgan va uning so'z qilishini to'sgan edi. 2018-yilmi yana to'sqinlik qilgan bo'lib, ammo 2018-yili Amerika, Germaniya, Yevropa İttifaqının aralashishi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning bevosita qo'l tiqishi bilan shu qatimliq yig'inga qatnashgan va Xitoyning ta'tir tashviqotiga qarshi Uyg'urlarning hech yerdan ko'chib kelmaganligi va Uyg'urlarning Sharq Turkistonning asl egisi va yerlik xalq ekanligini o'ttirib qo'ygan edi. Stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqin Isa apandi bu vaqtdagi tafsilotlarni bildirib, mundaq deydi. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın yerlik xalqlar munbirining yig'iniga qatnashish uchun keldim. Uning ham simbolik bir ahamiyatim var. Xitoy bugun Birleşken Milletler Teşkilatı'da o'zining kuchini kundan kunga o'stirayotgan, monopollik ostayotgan bir vaqtda o'ziga qarshi uning ovozini to'sish uchun har xil harakatlarni qo'llanayotgan bir vaqtda bu qatimiz qanday problemga uchramay faoliyatlarimizni davomlashtiryapmiz. Bu yerda nurg'un diplomatlar bilan uchrashyapmiz. Xalqaro tashkilotlar rahbarlari uchrashyapmiz. Bu forum 2 hafta davom qildi. Men 1 hafta mishada bu forumga qatnashaman. Tönögün rasmiy başlandı. İkinci qatnaşdık. Bir kısım devletlerinin xodimlariyle uçraşkan bulduk. Bugün üçtünkin programın 3. enemisi de yerlik milletlerinin salametlik, bexatarlik meselesiga ait bir kun tertipte sözlemekçi. Onundan boshqa Dolqin Isa apandi Amerikadagi faoliyati jarayonida yana dаңlıq yozuvchi John Jackleckning Tartib uchun o'ltirilish nomli kitobining Fransiya elchixonasida o'tkazilgan tarqatilish murosimiga qatnashgan bo'lib, mazkur faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchilaridan Dr. Rishad Abbas va Umar Qanat, Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas, qurultayning bayonotchisi Elshad Hasan, Uyg'ur tadqiqot markazining boshlig'i Abdukim Idris va Olim Seytovlar qatnashgan. Amerika Iranға baradigan Xitoyga bağlanışlıq yük paraxutini tutib olgan. Yaqında Amerika qismlari Xitoy portlarida to'xtab yo'lga chiqqan Iran bayrog'i asqan bir yük paraxutini tutib qolgan.
Amerika qismlari dengiz bexatarlik manbalarining Reuters agentligiga bergan xabariga qaraganda, Osiyodan yo'lga chiqqan Toska nomli bu paraxotda ikki xil ishlatiladigan yuk, ya'ni puhralar va harbiy maqsadlarga mos keladigan materiallar bor ekan. Xalqaro dengizchilik sonliq ma'lumotlardan qaraganda, Toska nomli bu paraxot yaqinda Janubiy Xitoyda bir qancha qitim to'xtab, Sharq Janubiy Osiyo orqali aylanib o'tib Iran qarab mangan. Bu paraxot eng oxirgi qitim 12 aprel Malayziyaning Klang portiga to'xtagan va Iranning Bandar Abbos portiga qarab yo'lga chiqib, yakshanba kuni Iran dengiziga yaqinlashayotganda Hormuz bo'g'zining sirtidagi Oman qo'ltiqida tutib olingan. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Go Jiakun Hormuz bo'g'zidagi vaziyatning sezgir va murakkab ekanligini, Xitoy portlarini Iran bilan tutashtirilgan savdo yo'llariga kuchaygan diqqat diplomatik to'qinish paydo qilish mumkinligini bildirgan. Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabining bildirishicha, Amerika qismlari paraxotni to'xtash to'g'risida qayta ogohlantirishlarga parvo qilmaganligidan keyin uni tutib olgan bo'lib, Toska paraxoti taxminan 6 soat qarshilik ko'rsatgandan keyin Amerika taraf boshqarilgan bomba yo'qotish paraxoti orqali besim qilib, paraxot xodimlariga motor uydan chekinishni buyurib, paraxotga bomba qo'yib berish orqali uning harakatlanish iqtidorini vayron qilib etgan. Amerika tarafining bildirishicha, bu Iran bilan bo'lgan suhbatlar buzilgandan keyin e'lon qilingan Hormuz bo'g'zini muhosaraga ilish va Iran portlariga kiradigan yoki chiqadigan paraxotlarni nishon qilgan bo'lib, Iran ziminiga bevosita hujum qilishdan saqlanish bilan birga dengiz savdosini to'xtatishni maqsad qilgan bu harakat Iranning harbiy iqtidorini tovanlatishga markazlashgan ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.